Assalomu alaykum. Hammalar xush kelibsizlar. Endi Abdulahad aka, mana bitta Abdurahmon aka, Tohir aka, Qo'shim aka va mana shu hamma maqomchilar hammamiz birga shu ansamblda ishlaymiz. Endi Abdulahad akam bilan juda ko'p, juda yoshligimdan bilaman-da. 17 yoshmidim shunda. Shundan bilaman, shundan beri aka singil bitta bir kollektivda ishlab kelyapmiz. Har xil kunlarni ko'rdik. Mana bular shunaqa ulug' yoshlarga yetibdilar. Umrlari uzoq bo'lsin. Xonadonlarida faqat yaxshi kunlar bo'lsin. Keling bilan qo'sha qaring, farzandlaringizni hammasi rohatini ko'ring. Mana shu ansamblda hamma sizni yaxshi ko'radi, bolalarimiz hamma yaxshi ko'radi. Biz ham sizni juda sevamiz. Men birorta bir radioda nechta qo'shiq yozganmiz, birortasi o'sha Abdurahmon akam yoki Abdulahad akam siz o'tmagan konsertlarimizda ko'rgandirsizlar. Sal eskirib qolgan bo'lsa ham, lekin har doim birga mana shunaqa ijod qilib kelganmiz. Umrlari uzoq bo'lsin. Endi aka akamni nima deb tabriklashim mumkin? Aka akamga faqat sog'lik, salomatlik, mashhurlik beraman. Ko'ngillari oq, mana shu oq guldek. O'zi atirgullarni uncha isi bo'lmas ekan, lekin mana shunday hidi bor ekan. Sizga shuni olib keldim. Sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Endi sizga Yine nayda chalsangiz bo'lardi-ku, lekin mayli, hozir nima qilmasin bo'ladimi? Nay navosini chalasizmi? Bir qatorgina, ha? Rozimisizlar? Ha. La bo'ladimi shunda?